$35 evaziga bojxonadan olib o'tilayotgan sumkadan sintetik narkotiklar topildi. Toshkent Aero ixtisoslashtirilgan bojxona kompleksi tezkor tuzilmalari va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari bilan hamkorlikda aniqlangan navbatdagi holatning qahramoni bir qarashda aybsizdek tuyuladi. Istanbul-Toshkent reysi bo'yicha parvozini yakunlagan va bojxonadan yashil yo'lak orqali harakatlangan ushbu yo'lovchi o'zi bilmagan holda sintetik giyohvandlik vositasini olib o'tishga uringan vaqtida fosh qilindi. Gap shundaki, parvoz oldidan Turkiyada notanish shaxsning sumkasini uning iltimosiga binoan $35 evaziga Toshkentga olib kelgan yo'lovchi ushbu sumkada nima borligiga qiziqib ham ko'rmagan. Vaholanki, bojxona ko'rigi davomida yuklar orasidagi yeryong'oq qadoqlangan paketda yeryong'oq donalari orasiga unga o'xshash hajmdagi qizil rangli tabletkalar aralashtirilgan. Har biriga Marvel yozuvi tushirilgan mazkur tabletkalar soni 598 dona bo'lib, ular MDMA sintetik giyohvandlik vositasi ekanligi fosh bo'ldi. Mazkur turdagi sintetik narkotik tabletkalarning qora bozordagi chakana narxi esa kamida 15-20 ming AQSh dollarini tashkil qiladi. Hozirda ushbu holat yuzasidan bojxona tekshiruvlari davom ettirilmoqda. $35 evaziga bojxonadan olib o'tilayotgan sumkadan sintetik narkotiklar topildi. Toshkent Aero ixtisoslashtirilgan bojxona kompleksi tezkor tuzilmalari va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari bilan hamkorlikda aniqlangan navbatdagi holatning qahramoni bir qarashda aybsizdek tuyuladi. Istanbul-Toshkent reysi bo'yicha parvozini yakunlagan va bojxonadan yashil yo'lak orqali harakatlangan ushbu yo'lovchi o'zi bilmagan holda sintetik giyohvandlik vositasini olib o'tishga uringan vaqtida fosh qilindi. Gap shundaki, parvoz oldidan Turkiyada notanish shaxsning sumkasini uning iltimosiga binoan $35 evaziga Toshkentga olib kelgan yo'lovchi ushbu sumkada nima borligiga qiziqib ham ko'rmagan. Vaholanki, bojxona ko'rigi davomida yuklar orasidagi yeryong'oq qadoqlangan paketda yeryong'oq donalari orasiga unga o'xshash hajmdagi qizil rangli tabletkalar aralashtirilgan. Har biriga Marvel yozuvi tushirilgan mazkur tabletkalar soni 598 dona bo'lib, ular MDMA sintetik giyohvandlik vositasi ekanligi fosh bo'ldi. Mazkur turdagi sintetik narkotik tabletkalarning qora bozordagi chakana narxi esa kamida 15-20 ming AQSh dollarini tashkil qiladi. Hozirda ushbu holat yuzasidan bojxona tekshiruvlari davom ettirilmoqda.